Assalomu alaykum azizlar. Men sizlarga qisqacha qilib turdovoy dogovor haqida tushuncha berilishdi. O'zimizni sodda tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Qarang. Mana bu turdovoy dogovor. Turdovoy dogovor ikki xil bo'ladi. Срочный, бессрочный bo'ladi. Срочный deganda срочникlar masalan 3 oylik, sezonlik, 5 oylik, 6 oylik yoki komandirovkali yoki 5 yilgacha bo'ladigan muddatdagilarni срочный qiladi. Va hozirgi paytda aksar ishxonalar shunaqa срочный yo'sinida to'ldiradi turdovoy dogovorlarni, turdovoy гражданский, правовой dogovorlarni, xullas turdovoy dogovor, bizning tushunchamizdagi turdovoy dogovorlar. Endi бессрочный esa bir marta qilinadi va o'shada yillab ishlab ketaveradigan narsalar. Masalan, razdan рабочий qilib qo'ysangiz, misol, biron bir uyga naёмный bo'lib, onda бессрочный qilsa bo'ladi. Aynan bizga patentga kerak bo'ladigan narsa. Qarang, turdovoy dogovor 3 xil holatlarda aslida bo'ladi. Masalan, firma OOO, MCJ deydi bizda yoki ochiq aksiyadorlik jamiyati, xullas OOO bu firma, bu yuridiskiy nimaga hisoblanadi. Ikkinchisi esa IP, individualniy предприниматель. Ya'ni mana kafe, restoranlar yoki bo'lmasa bezalkogolniy joylar yoki bo'lmasa kichkina предприятиялар, shu 200 talik, 150 talik ishxonalarda ko'pchiligida IP оформить qilingan hozirgi paytda. Bu katta firma, строительный firma va fabrika azon-pazonlarga ketadi. IP bu mana bu mелкий narsalarga. Uchinchi holat esa mana fizические лица. Bu oddiy shaxslar, oddiy Rossiya fuqarolari bilan o'zaro shartnoma qiladigan holat. Agar siz firmalarga, boshqa skladlarga, boshqalarga kirsangiz, mana shu joyning o'zidan sizga turdovoy dogovor qilib beradi. Ular o'zlari уведомление topshiradi va sizlar o'zlaringiz nomingizdan уведомление topshirasiz. Ularni отдел kadrlar qiladi. IPda esa IPning ham buxgalter отдел kadri bo'ladi ko'p joylarda yoki IPni o'zining direkt IPning odamni o'zi ham buxgalter ham отдел kadr bo'lsa, o'zi sizga qilib berishga to'g'ri keladi. Bu o'zi qiladi. Hozir buni o'xshab aytamiz. Fizik liss esa bu hech qanaqa formalniy davlat bilan hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu oddiy uyga agro chopishiga yoki zelenni o'tashiga, boshqasiga boyagi бессрочный deganda mana shunaqa nanemat qiladigan hozirgi hit bo'layotgan nimani fizik liss Rossiya fuqarosi, mana Rossiya fuqarosi bilan o'zaro qilinadi. Endi firma bilan qilganda firma отдел kadr уведомленияni o'zi topshiradi. Mana уведомленияni o'zi topshiradi va sizga to'rtburchak mana shunaqa varaqda turdovoy dogovor yozib beradi. Nega turdovoy dogovor yozilgan bo'ladi? Bu yerga firmaning nomi, bu yerga esa siz nomingiz qo'yilib, pechat hammasi mana shu bo'ladi. Va qo'lingizga beradi. Qo'lingizga bergandan keyin qancha sizni ishlatmoqchi bo'lsa 1 yil, o'zi asosan firmalar 1 yillik qiladi. 1 yilmi 2 yillik shu turdovoy dogovor qiladi-da, qo'lingizga beradi va o'zini o'zlar topshirgan bo'ladi. Topshirgan bo'lgandan keyin mana o'ydalaylar. Siz esa o'zingizning nomingizdan mana bular ishga oldim deb topshiradi. Siz esa ishga kirdim deb topshirasiz mana. Tushunyapsizmi? Ishga kirdim deb. Buni ham IPda esa hozir bunga to'xtalamiz. IPda ham xuddi mana shunday turdovoy dogovor bo'ladi. Unga ham xuddi mana shu pechat bilan qilinadi. Bu yerda esa bu ishga oldim deb o'zining goslugasidan yoki o'zi shaxsan siz bilan borib уведомление topshiradi. Bu topshirish shart. IPning egasining o'zi. Siz ham esa уведомленияni men ishga kirdim deb topshirishi shart. Xohlasangiz ikkalangiz birdaniga FMSga borsangiz, migratsion sentrga qilib berishi yoki pasportni stolda qilib berishi mumkin. Hozirgi paytda. Fizik liss esa bu o'zaro shartnoma bo'ladi. Buning ham o'zining xillari bor. Гражданский правовой договор, трудовой договор yoki og'zaki ustni degani. Ustnisi hech qayerga o'tmaydi bizda, bilasizlar. Ya'ni Rossiya Federatsiyasida hech qayerga o'tmaydi. Uni isbotlash qiyin va bunda ham xuddi shunday A4da yozma ravishda bunga yoziladi. Xohlasangiz qo'lda yoziladi, xohlasangiz
bosma nimadan pechat qilasiz. Bu yerda ham Falonchiyev, men Falonchiyev Ustonchini mana shu ishlarga, razrabochi ishlarga ishlatmoqchiman deb yerga bessrochniy deb yozib beradi. Va bu ikkala bu xohlasa Goslugadan, xohlasa birlay borib, bu ham уведомление topshiradi. Oldim deb ishga, bu ham siz ham mana уведомление topshirasiz, ishga kirdim deb. Endi mana shu hamma turdagi doговорlar qo'lingizga berdi. O'zlari nomidan уведомление topshirdi va siz esa o'zingiz nomingizdan topshirishingiz kerak Gos uslugi orqali. Gos uslugi orqali. Eng tekini, eng arzoni, eng osoni. Gos uslugiga mana bu turdagi doговорni PDF formatga o'tkazib olasiz, boyagi приложение orqali PDF format qilasizda, Gos uslugingizni ochib turib, poiskga подача уведомления deb yozsangiz yoki уведомление o'z yozsangiz ham иностранный гражданин nimasi chiqib keladi Gos uslugidan. Mana shu joyda mana buni turdagi doговорni прикрепить qilasiz, xohlagan ravishdagisini прикрепить qilasizda, dali bosganingizdan keyin chiqadi. Oxiri ziloniy galочка chiqish kerak. Va bir kun mobaynida mana shu ko'rib chiqariladi. Bu holat farqi yo'q. Bir kundan keyin sizga printer degan yerga galочка bilan kelsa, mana printer deb keladigan bo'lsa, mana shuni screen qilasizda, screen qilib продление qilayotgan paytingizda 2 oy o'tadi patentda. 2 oy o'tadi, продление mana shu screenni распечатать qilib turib, olib borsangiz местный pasportni stolga, bu Moskvadan tashqaridagi bo'layotgan joylarda mana shunaqa hammasini ofitsialniy qilib turib olib borsangiz o'tadi mana printer degan joyi bilan. Endi aslida mana shunday ko'rinishda hosil bo'ladi. Kim tushunmadi. Ammo qayerda bu yerda aldaydi degan falshifika bo'lib qolyapti, nima uchun reyestrga tushib qolyapti, nima uchun ko'pchilik nelegal bo'lib qolyapti desa, mana bu joyda firmaning отдел kadrlari o'zlari tarafidan qilingan turdagi doговорlarni xohlasa ikkita qilib, bittasini 1 yillik qilib sizga berib, o'zlari 3 oylik qilib, o'zlari topshirgan paytda 3 oylik topshirishi mumkin. Mana shu joyda уведомленияsi ularga 3 oyga yaraydi yoki bo'lmasa уведомленияni topshirgandan keyin menga отказ 2 oydan keyin уведомление topshirib oldingmi dedi. Ha, откаzni yozib yuboradi ularga qarab va firma xuddi ishchini olmagandek hisoblanadi. Ya'ni 2 oy ishlatmagandek hisoblanadi. IPda ham xuddi shu holat, bu joyda ham xuddi shu holat. Откаzni yozadi ko'p hollarda. Yoki bo'lmasa buning o'zi naq falshifika bo'ladi, printda bo'lmaydi. Chunki Goslugada ham yoki pochta orqali jo'natganingizda ham yoki migratsion sentrga borganingizda ham to'lovlar bor. 1000 so'm to'laganingizda sizga galochkali yoki printer degan qog'oz berish kerak bo'ladi. O'shandan keyin siz patentingizni продление qilasiz 1 yilga. Agar bessrochniy qildiradigan bo'lsangiz, fizik lista bilan, oddiy Rossiya fuqarosi bilan bu bessrochniy qilgandan keyin bemalol patentni qayta topshirganingizda 1 oy oldin topshirsangiz ketaveradi. Ya'ni chekirdi-chit qilmasdan turib yuraverasiz. Mana shu joyda уведомление отказni yozib yuboradi 1 oydan keyin sizga printer bo'lgandan keyin va siz uni patentni to'lashda davom etasiz. Patentni to'lashda davom etganingizdan keyin registratsiya qilasiz, patent davom etasiz, lekin уведомление ishxonada уже отказni yozib yuborgan sizga nelegal holatiga olib keladi. IPda ham xuddi shunday. Nima uchun bular отказni yozib yuboradi? Mana bundan tashqari, mana buni tekin hisoblanadi. Fizik lista bilan tekin hisoblanadi. Hech qanaqa to'lovsiz amalga oshirsa bo'ladi. Buni men Telegram kanalida ham bir tashlagan edim. Bolalar ko'p foydalandi. Mana bu joyda masalan 30 minglik oylik bo'ladigan bo'lsa, masalan 30 minglik oylik. 30 minglik oylikda siz 3613% dan 3600 nalog to'lashingiz kerak. 30 minglik oylikda ofitsialni yozsa, masalan 100 mingga kelishsa 70 mingini qo'lda beryapti, 30 mingini ofitsialni yozdi. Lekin mana shuning o'zidan ham 14 ming atrofida ishxona siz oyligingizdan tashqari 14 ming, siz nalogingizdan tashqari 14 ming davlatga to'lash kerak. Bu yerda страховка bor, subsidiyalar bor,
subsidiya deyapman. Davlatga to'laydigan har xil kasab uyushmalari boshqalariga to'laydigan vznoslari bor. Buxgalteriya biladiganlar tushunadi buni, IPni ishxona ishlayotganlar biladi va shuning uchun 14 mingdan, masalan 12 oy bo'ladigan bo'lsa, 30 ming agar mabodo qilingan bo'lsa, qancha to'lash kerak? O'zlari hisoblang. 140, 168 ming atrofida sizga to'lash kerak. Shuning uchun откazdan yoziladi. Agar bu 30 ming oylik yozilgan bo'lsa, aksar holatlarda 100 ming agar ofitsial belgi zarflati yoziladigan bo'lsa, tasavvur qiling, sizga 100 ming emas, 145 ming gidetda расход qiladi firmaning egasi za to, что sizni ishlatayotgani uchun 49% atrofida davlatga har xil to'lovlari bor, to'laydi. Men bu yerga daskanal tushuntirishga nima qilaman? Buni kerak emas, tushunishsiz? Aslida ham shunday. Masalan, 10 mingdan где-то 49% hisoblanadi. Примерно. IPda ham bu holat, mana bu joyda faqat fizический лица bilan qilingan бессрочный договорida siz besta yozib qo'yibman, jin deb. Бессрочный договорida siz va u hech qanaqa to'lamaydi. Vodilniy u ham topshiradi, siz ham topshirasiz. Goslug orqali u ham topshiradi, qo'l oldi grajdan Rossiya. Siz ham o'zingizni goslug orqali vodilniy topshirasiz. Natijada ikkalazingiz ham original bo'ladi. Sizni ishdan bo'shatib yubormaydi, ishdan siz o'z bo'shamaysiz. Natijada 1 oy qolgandan keyin, 11 oydan keyin bu bilan kirdi chiqdi qilmasdan turib, трудовойdagi o'rda olib borib, yana продление qilsangiz bo'ladi aksar holatlarda. Bu ham migratsiyonlarning shunaqa sen pishiqchilik qilyapsan, qaydan olding deydigan gaplari bor. Aslida qonunda buni nima отказ qilish talab etilmaydi. Ayniqsa goslugadan oson va tekin qilasiz. Pochta bilan va migratsion orqali qilishingiz mumkin. Уведомленияni mana shu joyda оформление трудовой договор qiladi. Уведомленияni topshiradi birinchi ishxona, ikkinchi siz. Ikkita уведомление bo'ladi. Endi hozirgi paytda трудовой договорda falshifka pixat qilayotganlar faqat трудовой договор beryapti. Masalan, 4 ta трудовой договор beradi. A4 varaqda pechat bilan hammalari nimadan chiqadi deydi. Ammo qayerdan chiqadi agar уведомление bermasa? Уведомленияni mana shu siz bera olmaysiz. Ya'ni mana shu pechat qo'ygan трудовой договор orqali уведомление topshirish kerak. Уведомление 2 oyning orasida patentga topshirilmasa, buni hammasi behuda va buni sotib olgan 10-15 mingingiz behuda bo'ladi. Yana internetda, Instagramda men ko'p ko'ryapman. 7 mingdan nima qilib beramiz, 10 mingdan трудовой договор qilib beramiz va original bo'ladi va balay battar deyapti. Ammo men aytayotganimda, agar uga eng minimalniy yarim stavkalik oylik qo'yganda ham 14 ming atrofida bo'ladi. 14 ming. 14 mingdan har oyi ofitsial ishlaydigan bo'lsa, bir где-то 6 ming atrofida налог to'lash kerak bo'ladi. Налог vznoslarini ish beruvchi eng yarim stavkaga qo'yganida. Tasavvur qilyapsizmi? 60-70 ming ishchi ishlatgani uchun IP ham boshqa ham beradi, yarim stavkada ishlatsa. Shuning uchun mana shunaqa falsifikalarga ishonmang, chunki ular уведомление bermaydi. Уведомление bermagandan keyin siz nelegal holatga kelasiz. Keyingi holatda studentlar mana shunda qayerda ishlasa bo'ladi desa, IP bilan firmada yarim stavkada yoki ishdan tashqari, o'qishdan tashqari holatlarda гражданский правовой договор qilib, срочный договор deyiladi. Shunda ma'lum bir oygacha, masalan 1 yilga yoki 8 oyga, 9 oyga xullas ishdan o'qishdan ortgan paytlarda deb трудовой договорga yoziladi daskanalna va o'shanda ishlasa bo'ladi. Boyaga studentskiy bilet deydi, o'shandaqa aslida studentskiy bilet bilan ochniy yoki kechki formatda ishlasa bo'ladi. Kechki formatda ishlayotganlar kunduz kunga оформление qilsa bo'ladi va kunduzgini o'qiyotganlar esa obeddan keyin 4 dan keyin nashnoy smenada boshqa ishlasa bo'ladi azizlar. Mana shu уведомлениеga yaxshilab e'tiboringizni beramiz. Tamom azizlar.